Bozorga borasiz, mardkor gaplashasiz. Mardkor kuniga 300 mingdan kamida ishlaydi. 9 dan 5 gacha ish vaqti. Gap yo'q, mard bolalar og'ir ishlarni qilishadi, yuk tashishadi, mana bunaqa korobkalarni tashishadi, yer chopishadi, o'tin kesishadi. Lekin soat 5 bo'lishi bilan qo'lda lapatkami, boltami, ketmonmi shundoq basharangizga otib olishadi. Mana vaqtim tugadi, qo'shib ber yoki men ketaman deyshadi. Malades bolalar xullas. Solishtirish shunaqa bo'lyapti. Endi ustalarni hisoblaymiz. Master ustali bitta kamanada 5 ta odam 200 kvadrat joyi bo'yash kerak. Oldi orqasi 100 dan hisoblasak, ish vaqti 9 dan 5 ga ish. Nimagaki strok bo'ladigan bo'lsa, kechqurun projektor yoqib ham ish bitish uchun bosiladi. 200 kvadrat joyi 30 mingdan bo'yalsa 6 million so'm bo'lar ekan. 4 kun vaqt ketar ekan, 2 kun bir yoq tarafiga, 2 kun bir yoq tarafiga lesa buzib qurish bilan. 6 million so'mmi 4 kunga bo'lsak, kuniga 1,5 million so'm to'g'ri kelyapti 5 kishiga. 1,5 million 5 kishiga bo'lsa 300 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Endi solishtiramiz. Oddiy odam yoki mardkor bu ishni hayotda qila olmaydi. Chunki balandlikdan qo'rqadi, lesa yig'ishni bilmaydi, bo'yashi gapirmasa ham bo'ladi. Lekin master odam bemalol yuk tasha oladi, yer ham chopa oladi, o'tin ham kesa oladi, buni oddiy odam ham qila oladi. Endi farqi ko'ring. Master odam 5-6 yil chang yutadi, o'zini duxi bilan kurashadi balandlikda ishlashga, shu narxga qilib beryapti. Endi shunda ham qimmatmi? Ustalarga past nazarda qarashni to'xtatish kerak. Shu ustalar bo'lmasa, uylarda go'zal sharoit bo'lmaydi, buni tan olish kerak. Narx-navoga kelsa, don-don-ziki o'ynab narx-navo kelib chiqarilmaydi. Общий xalqdan, bilasiz, ustachilikda ham konkurensiya bor, qimmat bo'lsa hech kim qildirmaydi. O'sha общий shotdan kelib chiqib qilinadi bu narx-navolar. Xullas, agar zarjat qilib qimmatdan ishlanayotgan bo'lganda, ustalar ikkita sezonda anaqa gelikda yurgan bo'lishardi. Lekin shunaqa kunlar nasib qilsin. Hozirgi kunda ustalar pulini halollab ishlab ketishyapti.